yer yuzida kibr havo bilan yurmagin. Chunki sen oyoqlaring bilan hargiz yerni teshib, uning tubiga keta olmaysan va bo'yi basta tog'larga yeta olmaysan. Zaif bir bandasan, kibr qilma. Inson nima o'zi? Asli nutfa, najosat. Kiyimingizga tegib qolsa, yechish kerak. G'usl qilish kerak. Qorni to'ldir, najosat. Agar bir hafta yuvinmasa, ahvoli nima bo'lib ketadi? O'lgandan keyin qabrga qo'yilganda to'laligicha najosat. Inson nimaga kibr qiladi? Kibr qilmasin. O'zi hayotda bo'ladigan xatolarni ko'rib chiqilsa, nafaqat tabib, umuman hamma kasb egalari va hamma musulmonlar 3 ta xato bor. Hamma xato shu xatodan kelib chiqadi. Birinchisi kibr. Iblis qilgan nima bo'ldi? Kibr bo'ldi, sajda qildi, kibr qildi, la'in bo'ldi. Ikkinchisi hirs. Odam alayhisolamni jannatdan nima chiqarib tashladi? Hirs. Mana o daraxtning mevasini yema desa, haris bo'ldi, yeb qo'ydi, yerga tushdi. Hasad uchinchisi.